Aka, bu avans. İşlaringizni ko'rib chiqdim. Proyektlaringiz ichida eng zo'ri qaysi biri? Bu Boyla kiradigan restoran qaysi birini qurgansiz? O'shandan 5 barobar zo'r bo'lish kerak. nasib qilsa. Mana tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Chunki bizni joyimiz shaharning qoq markazi. Bu joyga hammani ham tishi o'tmaydi. Noldan patkulch topshirasiz menga, tushundingiz a? Xo'p, Xudo xohlasa. Aka, nima gaplaringizda qat'iyat yo'q? Nima deganingiz bu Xudo xohlasa? Asosiysi men xohlayapman. Bu dunyoda hamma narsani pul hal qiladi. Men sizga ishonyapmanmi? Siz ham o'zingizga ishonavering. Xudo xohlaydi. Qanday zo'rsan, sistemaga qarshi belsinadi. Farqi yo'q qanday ish bo'lsa. Bilasiz, davlat ishida ishlayman. Ha. Lekin menga asosiysi ko'chadagi ishlarim zo'r bo'lishi kerak. Bu kursi mendan ham, boshqasidan ham qolib ketadi. Imkoniyat borida soqqani bosish kerak. Brat, Hamma narsani pul hal qiladi. Farqi yo'q qanday ish bo'lsa. Muhimi jo'da pulini cherez olib kelasan, tushundingmi? zo'rsan, sistemaga qarshi belsinadi. Qachongacha men senlarga o'rgatishim kerak, ha? Tezlashtirmaysanmi? Hamma bilsin qanday zo'rsan, hamma narsani pul hal qiladi. Ochilish marosimi zo'r. Shaharda bitta bo'lish kerak. Do'stlar, xullas sizlarga va'da qilingan restoranning ochilish kuni bugun. Mana tashkilotchi akamiz ham shu yerdalar, intervyu beramiz. Akajon, kayfiyatingiz qanaqa? Xullas shunaqa gaplar. Keldingmi uka? Bilasan, blogerlarning hammasini senga ishonganmiz. Endi sheptolda uyalib qolmaylik ukajon. Hamma blogerlar aytilgan aka, istoriyaga tushib bering. Aha. Salomat bo'linglar. Kutib qolamiz, kelinglar. Hozirgacha. Xullas o'rtoqlar, hamma zvezdalar shu yerda biladi. Restoran ochilish marosimini tezda o'tkaz qiling. Shef hozirgina avtohalokatga uchrabdilar. Hozir komada ekanlar. Nima? Hammasini hoziroq o'tkaz qiling. Gap tugadi aka. Asosiysi men xohlayapman bu ishni. Xudo ham xohlaydi. Xudo xohlamabdi-da. Xudoni qilichini ovozi yo'q. Agar ursa, davosi yo'q. Davosi yo'q.